Biz uchun yangi rekord Amerika vizasini 6 oy ichida olib berdik. Ya'ni mana shu pasportni biz Amerika sari qadam proyektimiz bo'yicha 6 oy oldin boshlagan bo'lsak, bu pasportga biz bugungi kungacha nimalar qilib berganimizni hozir men ko'rsataman. 6 oy ichida mana yaqinda Amerika vizasini Yevropadan oldik. Qaysi davlatligini hozircha aytmayman. Inshaalloh Amerika sari qadam proyektini kim biz bilan boshlagan bo'lsa, xuddi shunaqa qadamlarni birin-ketin qo'yamiz. Demak, Turkiya, Malayziyalar bor edi, Turkiyalar bor edi. Mana biz Germaniyani birinchi single vizasini olib beryapmiz. Borib kelingan. Undan keyin Vyetnamga o'zlari borgan. Keyin Germaniyaning 2 martalik vizasini biz olib berganmiz. Germaniyaning 2 martalik vizasidan keyin biz Angliyani unga link, svязка qilib olib beryapmiz. Angliya plus Germaniyaga borib kelib, ana o'shandan keyin Yevropaga kirdilar. Lekin ungacha biz yana bitta pasport bo'sh turmasin deb bitta Yaponiyaning vizasini olgandik. Yaponiyaga bormagan akamiz, xudo xolasa borsalar ham bo'ladi. Hali ham valid viza turibdi, lekin Yaponiyaga bormasdan turib, 4 ta stiker, 2 ta Schengen, bitta Yaponiya, bitta Angliyani olib, Yevropadan amerikanskiy vizani olib beryapmiz. Nima deyapti? Mashalloh, inshaalloh hammamizga nasib qilsin. Bu yangi Turkumdagi vizalar 2025-yilda Amerika vizasini shakli o'zgargan. Mana shu 2025-yilgi sveji Amerika vizasi. Xudo xolasa hammamizga nasib qilsin. Amerika sari qadam proyektimiz bo'yicha yana bitta klientimizni masalalar hal bo'ldi. Havas qilib bitta like bosing, inshaalloh sizga ham nasib qilsin. Videoni Amerikagacha boraman deydiganlarga yuborib qo'yish kerak, chunki bunaqa strategiya bilan viza olish ehtimoli ancha baland. Ko'p pul ham ketmaydi. Strategiya bilan inshaalloh viza olish imkoniyati bor. Assalomu alaykum va rahmatulloh.